Taqasiga necha uni? Mana shunaqangi taqasiga bittadan like bosib qo'ymasalar ham bo'lmaydi-da. Kommentariyaga mol baraka deb qo'ysalar ham xursand bo'laman. Qo'ylarni ham qaraylik. Ipga chizib qo'yganmi bu? Xo'p, bu qo'ylar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, qo'ylar 7 oylik qo'zilar. Tishini ochib ko'rsatgani hozir yonimda odam yo'q edi. Живой vesga 50 kilodan 55 kilogacha mana shu qo'ylar. Asa boqaman degan ko'chat qo'zi qo'chqorchalar, Qirg'izistondan kelgan qo'zi qo'chqorchalar buni. Soni cheklanmagan miqdorda bizda bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, naqd pul, kredit, pul o'tkazish yo'li yoki qo'yga molni almashish farqi yo'q. Aytaylik, sizlarda bir texnika bor yo mashina bor. Qo'y olishlar kerak. Mashinalaringda kelishilgan narxda faqat kelishib qo'yga ham almashaveramiz. Yoki sizda sovliq bor, qo'chqor qilmoqchisiz, unisiga ham bo'laveradi. Yo mol bor, qo'y qilmoqchisiz yoki qo'y bor, mol qilmoqchisiz. Siz aytgan usulda faqat kelishilsa bo'ldi. Narx-navosida gap. Kelishib olib sotaveramiz. Qo'ylarni mana orqasidan bitta videolarni ko'rsataylik. Arqa fon doim qiziq bo'lgan, arqada ikkita bo'g'ozg'un ajin turibdi. Ularni ham alohida video qilaman. Eston bittasi o'zimizda hashakiga Golstein frizni chachishgan. Qo'ylar ipga chizib qo'yganda ishtahasi shunaqa zo'r qo'ylar, donli selosni shundasi bular. Selos solsangiz bo'ldi, semiraveradi. Keyingi videolarimda xudo xolasa qo'ylar nima yeydi, nima bilan oziqlanadi, ularni ham video qilaman. Qo'ylar turishiga havas qilganlar bo'lsa, bittadan like ni tirsillatib qo'yaverasiz.